Salom aziz o'quvchilar. Hozirgacha shu bobda muhokama qilingan kiritish qurilmalarining aksariyati insonning qo'lda kiritish qurilmalaridan foydalangan holda ma'lumot kiritishni talab qilar edi. Ammo ma'lumotlarni inson ishtirokisiz bevosita kiritish imkonini beruvchi boshqa usullar ham bor. Bular ko'p hollarda tijorat yoki biznes dasturlari uchun katta hajmdagi bir xil ma'lumotlarni kiritishda qo'llanadigan bevosita ma'lumot kiritish usulidir. OCR va OMR. Agar sizda matnli hujjatning qog'ozli nusxasi bo'lsa, uni kompyuteringizga skanerlashingiz va u orqali maxsus dasturiy ta'minot yordamida matn bilan ishlash dasturi ishlov bera oladigan matnga aylantirishingiz mumkin. Bu amaliyot matndagi har bir belgini aniqlashga harakat qilish sababli optik belgini aniqlash, Optical Character Recognition deb nomlanadi. OCR dasturiy ta'minoti har bir belgining shaklini o'zi bilgan shakllar bilan solishtiradi. Mosini topganidan keyin kompyuterga saqlaydi. Bu esa qog'oz nusxa hujjatlaridagi ma'lumotlarning kiritilishini qayta terib chiqishdan ko'ra osonroq amalga oshiradi. Shuningdek, pasportlar yoki ID kartalarning ma'lumotini bevosita kompyuterga o'tkazish uchun ham OCR dasturiy ta'minoti qo'llanadi. OCRning kamchiligi yaratilgan matn doim ham ishonchli emas. Xususan, qog'ozdagi nusxa xira yoki sifati past bo'lsa, yaxshi natija olish qiyin. Skanerni test imtihonlari savollarining bir necha variantlari javoblari keltirilgan varaqdagi belgilarni izlash yoki saylovdagi ovozlarga oid belgilarni skanerlash uchun ham qo'llash mumkin. Bu optik belgilarni o'qish, Optical Mark Reading deb nomlanadi. OMR skanerlash varaqdagi belgilarni izlab topar ekan, ularning shakliga e'tibor bermaydi. Faqat joylashuviga qaraydi. OMRning afzalligi shundaki, u juda tez ishlaydi. Sababi varaqda kichik hajmdagi ma'lumot bor va u bunday turdagi ma'lumot uchun boshqa usullarga qaraganda ancha aniqroq xulosa chiqaradi. Kamchiliklari, agar varaq to'g'ri joylashtirilmasa, ma'lumot to'g'ri o'qilmaydi va tizim varaqdagi dog'larni kiritilishi kerak bo'lgan belgilar deb noto'g'ri qabul qilishi mumkin. MICR Magnetic Ink Character Recognition magnit siyoh belgilarni aniqlash yoki ularni o'qish qurilmasi degan ma'noni anglatadi. Bu texnologiya banklarda qo'llanadi. Boshqacha aytganda, MICR kompyuter tez aniq o'qiy olish uchun bank cheklarining quyi qismiga ma'lumot qo'shadi. Belgilarni chop etishda foydalanadigan siyohda magnitga xos xususiyat bo'lib, u magnitli signalni singdiradi va tarqatadi. Chek maxsus skanerdan o'tganida, uning magnitli siyohi qismi MICR o'qish qurilmasining golovkasiga yuborishdan avval zaryadlanishi uchun magnit ustidan o'tadi. Har bir belgi takrorlanmas to'lqin hosil qilish sababli o'qish qurilmasining golovkasi chekdagi magnetik siyoh tarqatayotgan magnitli signalni o'qiydi. Shtrix kod reader. Shtrix kod kontrast ranglardan iborat bo'lgan parallel chiziqlar to'plami bo'lib, asosan oq va qora ranglardan tashkil topadi. To'q rangdagi chiziqlar qalin, o'rtacha yoki ingichka bo'ladi. Agar chiziqlar to'q va och ranglar juftligida joylansa, ular 0 dan 9 gacha bo'lgan raqamlarni anglatadi va kod raqami sifatida o'qilishi mumkin. Supermarket, boshqa turdagi do'kon va kutubxonalar kabi xizmatlar shtrix kodlarni mahsulot haqidagi ma'lumotlarni kiritish uchun qo'llaydi. Shtrix kodlar maxsus qurilma yordamida o'qiladi. Odatiy supermarket mahsulotdagi shtrix kod tarkibiga quyidagi ma'lumotlarni kiritadi. Ma'lumot ishlab chiqarilgan mamlakat raqami, ishlab chiqaruvchi tashkilot raqami, mahsulot raqami va chek raqami. Mahsulotning narxi uning shtrix kodi tarkibiga kiritilmaydi. RFID aniqlash qurilmasi. RFID Radio Frequency Identification radio to'lqinli identifikatsiyalash jarayonini anglatadi. RFIDni aniqlash qurilmasi odatda kichik chip va antennadan iborat bo'ladi. RFID qurilmasidan xuddi shtrix kodi yoki kredit karta orqasidagi magnitli chiziq singari foydalaniladi. U skanerlanganidan keyin o'zi biriktirilgan obyekt uchun unikal identifikatorni taqdim etadi. Supermarket yoki do'konlardagi mahsulotlarda, yuk tashish konteynerlarida, poyezd vagonlarida, qimmat musiqiy asboblar va boshqa yerlarda RFIDni aniqlash qurilmasini uchratasiz. RFIDning 3 ta elementi bor. Skanerlovchi antenna, ma'lumotni o'qish uchun dekoder va ma'lumot bilan dasturlangan RFID tegi. RFIDning afzalligi shundaki, chiptalarni skanerga shtrix kod singari aniq joylashtirish shart emas. RFID qurilmalari skanerdan bir necha metr uzoqlikda ham ishlaydi. Ayrim hollarda chiplararo to'qnashuvlar sodir bo'ladi. O'quv qurilmasidagi to'qnashuv chip yoki teglar bittadan ortiq o'qish qurilmasining signalini o'qiganda yuz beradigan jarayon. Teglar to'qnashuvi esa juda ko'p teglar kichik joyda bo'lganida yuz beradi. Magnit chiziqlarni o'qish qurilmasi. Kredit kartalar, bank kartalari, kutubxona kartalari, mehmonxona kaliti kartalarida qora magnit chiziqni ko'rasiz. Unda ko'p ma'lumot saqlanmaydi, ammo muayyan vazifani bajarish uchun ko'p ma'lumot bo'lishi shart emas. Mehmonxona kaliti kartasini ko'z oldingizga keltiring. Mehmon ro'yxatdan o'tganida qabulxona xodimi kompyuter yordamida chiziqqa ma'lumot yozadi. Ma'lumot xona uchun maxsus kodni o'z ichiga oladi. Foydalanuvchi mehmonxona eshigining o'qish qurilmasiga kartani joylashtirganida kod o'qiladi va eshik ochiladi.
Oddiy kalit bilan taqqoslaganda uning afzalligi shundaki, agar karta yo'qolsa, u qaysi xonani ochish uchun kodlanganini aniqlash imkonsizdir. Chunki barcha kartalar bir xil ko'rinishga ega bo'ladi. Kamchiligi shundaki, internetdan sotib olinadigan kichik qurilma yordamida ma'lumotlarni osongina o'qish yoki o'zgartirish mumkin. Chip va pin readerlar. Kredit va plastik kartalarning orqa tarafida har doim karta va hisob keltirilgan maxfiy ma'lumotlarni saqlaydigan magnit tasma bo'ladi. Biroq yanada xavfsizroq bo'lishi uchun kredit va plastik kartalarning hammasi ingichka kremniy qatlamida saqlanadigan bir xatcha kompyuter qurilmasi kabi kichik sxemani, ya'ni chipni o'z ichiga oladi. Chip kartaning yuza qismida joylashadi. Chip va pin karta yordamida to'lov qilishda foydalanuvchi kartani chipda saqlangan ma'lumotni o'qish uchun chip va pin reader deb nomlanuvchi qurilmaga kiritadi. Chipdagi eng muhim ma'lumot PIN, Personal Identification Number, shaxsiy identifikatsiya raqami bo'lib, u karta egasi undan foydalana olishi uchun bilishi kerak bo'lgan raqamli koddir. Foydalanuvchi readerga biriktirilgan raqamli klaviaturada PIN kodni teradi. Terilgan PIN kod kartaning chipida saqlanuvchi PIN kod bilan solishtiriladi. Agar ikkalasi bir-biriga mos bo'lsa, keyin to'lov amalga oshiriladi. Bu texnologiyaning afzalligi shundaki, saqlanadigan ma'lumot xavfsizdir. Chunki chipni o'qish qiyin. Kamchiligi shundaki, kishilar odatiy PIN kodlardan ehtiyotkorlik bilan foydalanmaydi. Bu esa axborot xavfsizligiga zarar keltiradi. Smart kartalar va kontaktsiz to'lov. Kontaktsiz karta to'lovlarni amalga oshirish uchun kartani readerga jismonan kiritish yoki PIN kodni terish shart emas. Ulardan foydalanish odatda kichik xaridlar bilan cheklanadi. Smart karta oldindan pul yuklanishi mumkin bo'lgan kartadir. Bu xuddi tarkibiga mikroprotsessor o'rnatib qo'yilgan sendvich masalliqlariga o'xshaydi. Mikroprotsessor kredit yoki plastik kartadagi magnit tasmaning o'rnini egallaydi. Smart kartadan qulaylik va tezkorlik uchun foydalaniladi. Masalan, u undan maktab kafesida to'lov qilish jarayonini tezlashtiradi. Chunki to'lovni amalga oshirish uchun kartaning readerning ustidan o'tkazishning o'zi kifoya. Optical Mark Recognition, Optical Character Recognition, Magnetic Ink Character Recognition orasidagi farqlarni tushuntiring va ularning har birini qanday holatlarda qo'llash mumkin. Misol keltiring. Chek raqami haqida ma'lumot to'plang va uni o'rganing. Chek raqamidan qanday foydalanish mumkin? Namuna asosida tushuntiring. Ba'zi kollejlar o'z o'quvchilariga kollejga kirish imkonini beruvchi kartalar taqdim qiladi. Bunda kollej rahbariyati ushbu kartalar orqali qanday ma'lumotlarni bilib olishi mumkin? Kredit yoki plastik kartaning orqasidagi magnitli tasmaning 3 ta bo'limida nimalar yozilishini aniqlang. Ushbu texnologiyalar inson uchun nafaqat vaqtni tejash, balki innovatsion g'oyalarni amalga oshirishda ham yordam beradi. Siz bunday imkoniyatlardan unumli foydalanib, o'z bilim va salohiyatingizni oshirish uchun foydalanishingiz zarur. E'tiboringiz uchun rahmat.